Biz el uchun jamoasi siz bilan birga, biz bilan birga bo'ling. Inshaalloh ko'mir tadbirini birgalikda go'zal tarzda o'tkazamiz. Balkim qalblar quvonchga to'lar bugun, balkim ko'z yoshlariga to'lar ko'zlar. Lekin inshaalloh juda go'zal o'tadi bugun kunimiz. Shu holda biz ham boshlaymiz Abdulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun 22-dekabr. Soat ertamangi 10. Biz el uchun jamoasi uylarga va qalblarga iliqlik ulashing shiori ostidagi bir yaxshi va ezgu amalni ustidamiz inshaalloh. Bundan avval video murojaat qilgan edik xalqqa. Shahrimizdagi kam ta'minlangan, ota-onasidan erta ajragan va boquvchisi yo'q bo'lgan qariyalarga ko'mirlarni inshaalloh bugun tarqatamiz. Bu amal kichik bir amal bo'lishligi mumkin, lekin shu amal inshaalloh bir qancha oilalarga issiqlik, iliqlik, bir qancha farzandlarga quvonch, bir qancha oilalarga ko'z yosh olib keladi inshaalloh. Bu video murojaatlarimizdan keyin sizlardan tushgan mablag'lar to'laqonlik to'planib hozircha turibdi. Bu qarshilarda ko'rib turgan ko'mirlarni 10 tonnaga yaqin adashmasam, undan ham ziyod O'zgan shahrida o'zi istiqomat qilib shu yerda tavallud topib, hozirgi kunda Bishkekda ishlayotgan ismi sir tutilgan bir akamiz o'zining oilasi nomidan, aka-ukalari, farzandlari, ota-onalari nomidan bizga to'laqonlik shuni pulini to'liq tushirib, shu ko'mirni inshaalloh tarqatasizlar meni nomimdan deb yuborganida inshaalloh bugun shu ko'mirlarni tarqatamiz. Akamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Oilasiga shu bergan pullari barakot bo'lib qaytsin. Farzandlariga inshaalloh shu pullar o'zlariga yaxshilik va saxovat ishlarida bardavom bo'lsin. Sizlardan kelgan pullarni ham inshaalloh to'plab, qish hali uzun, inshaalloh keyingi tadbirlarga shular tarqatamiz va yana shotlarimiz, hisoblarimiz ochiq. Birodarlar, Alloh taolo Isro surasida oyat mazmunida shunday deb marhamat qiladiki, kim bir yaxshilik qilsa o'zi uchun qilar. Albatta bu ishlar kichik ko'ringani bilan ammo bir katta natijalarni, katta ajr va savoblarni beradigan ishlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'zining hadis mazmunlarida sizlarning yaxshilaringiz boshqa insonlarga manfaati, foydasi tegadiganlaringizdir degan hadis mazmuni ham bor. Biz el uchun jamoasi shunday ishlarda sizlar uchun yordamchi va peshqadam bo'lib doim sizlarga yordam berib kelamiz. Sizlar ham biz bilan birga bo'lib shunday ishlarda doim bardavom va yordamchi bo'lasizlar degan umiddamiz. Doim aytib kelamiz birodarlar, kimdir 5 so'm beradi, kimdir 10 so'm, kimdir hatto shu videoni o'zgalarga tarqatadi. Inshaalloh bir yaxshilik ishga dalolat qiluvchi shu yaxshilikni qilgan bilan barobar savob oladi. Keling birodarlar, befarq bo'lmaylik. Videoni uzun qilmaymiz, doim qisqa qilishga harakat qilamiz. Shunday videolarga befarq bo'lmasdan o'zingizda bor imkoniyatdan foydalanib va shu videoda ham boshqalarga jo'nashga harakat qiling. Sağ olsun. Hacı bollar, ilohim umrilarga, rizqlarga Alloh baraka bersin. Topgan yillar, to'ylarga nasib qilsin, yaxshilik kunlarga. Bizga xizmat qilyapsizlar, sizlarga ham Xudoyim umrlaringlarni, uzunliklaringlarni ulug' qilsin Parvardigorim. Nimaiki niyatinglar bo'lsa, niyatinglarga yetinglar. Kasb-koringlarga, dastikoringlarga Alloh baraka bersin. Ilohim bizga xizmat qilganinglarni Alloh ming baravar qilib qaytarsin Allohim. Ilohim umringlarni uzun qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan qina azoban nar. Yaşar verilgan. Akam qaraydi. Senda bor ekanda, jiyan. 21 olsa bitta mana churib olaylik. Alloh ko'p yeydi. Amin. Uda berdim. Hammalari baxtli. Hammalari ashalarimda, nagalarda taqdir oralari yaxshi. Izimlarida baxtli. Hammani asarlari yaxshi. Amin. Amin. Alloh. Rahmat.